Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Gullan xalqimiz, hammalaringizga mine Ramazon hayti qutlug' muborak bo'lsin. Alloh taolo shunday kunlarga yetkazgan ekan, albatta o'g'an o'zimizning shukrchiligimizni bildiramiz. Mine qaraydigan bo'lsak, bu hayit mo'min musulmonlarning qalbi quvonchga to'ladigan, yuzlarini kulishiray kiradigan kun bo'lib hisoblanadi. Albatta bu kunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zining muborak hadisida marhamat qilib aytadi, bu ya'ni hayit ishib yeydigan hamda kevil xo'shlik qiladigan kun deb aytgan. Ya'ni sol munosabat bilan bugun barcha mo'min musulmonlar hayit qilib, ya'ni og'izlarini ochib, bugun hammasi quvonchga bo'linyapti. Mine biz sol munosabat bilan Vaqf Xayriya Jamoat fondi shang'araqlarga hayit sovg'alarini tarqatdik. Mine ularning ham shu shang'araqlarına shunday quvonish, bir yuqori kayfiyat olib kirishga harakat qildik. Sebebi islom dinida ana shunday iyilikli ishlarga chaqiradi. Bunday ishlarimiz davomli bo'lib turishi uchun janajon siz azizlarning, xalqimizning duolalarına muhtoj biz. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab, haqlarimizga duo qilib tursangiz, inshaalloh bunday iyilikli ishlarda davom etuvda bizlar de harakat qilamiz. Alloh taolo hammalaringizning shang'araqlaringizga o'zi fayz va barakatini yog'dirsin. Alloh taolo hammalarimizni mine keyingi keladigan Qurbon hayit bayrami, qolaversa keyingi yili Ramazon oyina sog' salomat o'zi yetkazsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.